Endi Atomida haqiqatda pul ishlash mumkinmi degan savolingizga javob beraman. Ha, Atomi platformasida biznes boshlashingiz mumkin. Har doim hammaga aytaman, Atomi bu kelajak biznesi. Atomi onlayn do'konida registratsiyadan o'tib, har birimiz Atomi hamkori va onlayn do'kon egasiga aylanamiz. Atomi sizga uydan chiqmagan holda 60 dan ortiq mamlakatda biznes qilish imkonini beradi. Bu mamlakatlarning aholisi Atomi bilan qanday daromad qilayotganini keling mening misolimda ko'rib chiqamiz. Men kompaniyaning rasmiy distribyutoriman. Tavsiyalar orqali odamlarni kompaniya, uning assortimenti bilan tanishtiraman va xarid qilishda yordam beraman. Eng asosiysi, balki bu men uchun eng asosiysidir, sotuvchi emasman. Men sotmayman, tavsiya qilaman. Kompaniya mahsulotlarini yaxshi ko'rib ishlatadigan iste'molchilarni topaman va biznesga qiziqqan odamlarni topaman. Ularga Atomi biznesi nyuanslarini tushuntirishga yordam beraman. Va men taklif qilgan odamlarning savdo aylanmasi uchun kompaniya menga komissiya to'laydi. Ko'pchilik hozir kelajak biznesi bu marketplace'lar ekanligini tushunib kelmoqda. Bu zamonaviy, innovatsion va keng ko'lamli biznes. Boshqa internet magazinlardan farqi Atomida pul tikilmaydi. Minimal o'zingiz uchun kerakli bo'lgan xaridlarni qilasiz va biznes boshlash mumkin. Logistika, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish, mahsulotlarni sertifikatlash, litsenziyalash, bular haqida boshingizni qotirishingiz kerak emas. Kompaniya bularning barchasini o'z bo'yniga oladi. Biznesingizni faollashtirish uchun esa bir necha qadamlarni bajarish kifoya. Agar so'zlarim sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, unda sizni shaxsiy xabarlarda kutaman. Atomi bu jiddiy biznes va mening komandam bu biznesga juda ham jiddiy qaraydi. Bizning komandamizda professional jamoa tuzishga yordam beradigan treninglar, marafonlar, o'quv kurslari olib boriladi. Men sizlarga 3 oyda millionlab pullar topasiz deb va'da bermayman, lekin komandamizda sizni biznesingizni rivojlantirishga yordam beradigan juda ham kuchli odamlar bor. Mening ismim Nasiba Saidahmetova va Atomi kompaniyasining o'zbekistonlik hamkoriman. Butun dunyo bo'ylab global biznes qurib kelmoqdaman va aynan sizni o'z komandamga taklif qilaman.